Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Bugun biz sizlarni oyoqdagi varikozni davolashning xalqona usullari bilan tanishtiramiz. Pomidorli kompress. Mayda kesilgan pomidor tibbiy bint yoki dokaga qo'yilib, tomirlarning ustiga bog'lanadi. Qulaylik uchun elastikli bog'lamlardan ham foydalanish mumkin. Bu kompress 2 soat davomida tutib turiladi, keyin yangisiga almashtiriladi. Bu usul 3 bora takrorlanadi. Kompressning qulayligi shundaki, uni har kuni qo'llash mumkin. Asalli vanna. Buning uchun 100 gram asal 5 litr 38-40 daraja issiqlikdagi suvda eritiladi. Tayyor eritmada oyoqlar 15 daqiqa davomida vanna qilinadi. So'ngra sovuq suvda namlangan doka yordamida artib quritiladi. Bu muolaja bir hafta mobaynida uyqudan oldin bajariladi. Uning samarasi tezda bilinadi. Moychechak. 2 qoshiq maydalangan moychechakni qaynoq suvga yarim soat davomida damlab qo'yiladi. Shu damlamaga namlangan doka oyoq tomirlarining ustiga bir necha daqiqa davomida qo'yib turiladi. Olma varikozni davolovchi eng samarali vositalardan biridir. Bu muolaja uchun 1 stakan suvga 2 osh qoshiq olma sirkasi solib aralashtiriladi. Aralashmada namlangan doka yoki bint o'sha sohaga qo'yiladi. Salomat bo'ling.